Chaqaloq tiqilib qolsa, yordam ko'rsatamiz. Yot jism tiqilishiga aspiratsiya deyiladi. Bu holatda bola ko'karib, yo'talib, nafas yetishmovchiligi kuzatiladi. Agar bolaga to'g'ri taktika qilsangiz, bolani o'zingiz asrab qola olasiz. Buning uchun nima qilish kerak? Chaqaloqni mana shu usulda ushlaysiz. Ikkita kurakni tugash qismini o'rtasiga kaftingizni qo'yib 5 marta urasiz. 1 2 3 4 5. Tiqilib qolgan narsa chiqdimi, chiqmadimi kuzatasiz va og'iz bo'shlig'ini tozalaysiz. Agar tiqilib qolgan narsa chiqmagan bo'lsa, yana shu holatda takrorlaysiz. Agar ikkinchi urinish natija bermasa, uchinchi urinishda old tomonga o'girib, to'sh suyagini pastki qismini topib olib, 3 ta barmoq bilan itarish harakatini qilasiz. Bu holatni 5 marta qilasiz. 1 2 3 4 5. Kattalarda qo'lingizni mana shu tartibda qilib olasiz. To'shni pastki qismini topib olib, pastdan tepaga qarab itarasiz. Hech qachon bolani boshi pastda, oyog'i tepada qilib, mana shu holatda silkitish mumkin emas, chunki boshga boradigan qon hajmi oshib ketadi. Agar siz to'g'ri taktika qilsangiz, 100% yot jismni olib tashlaysiz.